Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisiz, o'zimizsizlar, charchamayapsizlarmi? Sog'liqlaringizlar yaxshimi do'stlar? Mana Dino Moshin bozoriga kelib oldik. Xudo xolasa, xo'p, Gentra Cobotlarni obzor qilib berishga harakat qilamiz. Hozirgi videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yish обязательно esinglardan chiqmasin do'stlar. Kunlarim juda ham o'sib ketganda. Sizlar poddeshkalar bilan biz xuddi xolodilnik bo'lganday qilib videoni olib cho'tki qilib obzor qilib berishga davom etamiz do'stlar. Telegram kanalimizda doim eslatamiz do'stlar. Bunaqa mashinalardan 5 tadan 15 tagacha qo'yib boryapmiz. Dehqonlarning mashinasini olmoqchi bo'lsanglar ham, sotmoqchi bo'lsanglar ham juda manfaatli bo'ladi. Kanal silkasi opsiya va kommentariyada bo'ladi. O'tinglar, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Haginali videoni boshladik. Do'stlar, aytganimizdek Gentra Cobotlarni obzorni boshlab olamiz. Videoga maksimal like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmasan ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yish обязательно esingizdan chiqmasin. Ko'p videolarimda qora Gentra kamayib qoldi deb so'raganlar bo'ldi. Mana sizlarga xudo xolasa qorasidan boshlab olamiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 4-pokoleniya gazlar ustanib qilingan ABS konditsionerlar bor. Kraskasi qanday? Kraskasi bitta, orqa bagajda petnasi bor. Bitta petnasi bor. Udar yo'q, ha? Udar yo'q. Udar yo'q. Balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi balon. Mana salon ham hammani monitor, chihol, polik, barlari bor ekan. Nimaga ko'rmay qoldingiz? Qancha yurgan dedingiz? 110 ming, ha? 110 ming yurgan bezlyuk do'stlar. Orqa tarafdan ko'rinish. Ko'rinyapsiz aka, bu yerga aylanib kelyapmiz-da. Bir bu yoqqa boryapmiz, bu yoqqa. Xo'p, xullas, mana metanlar ham bor ekan. Zapaska tushmagan. Zapaskalar tushmagan ekan. Kulish damkaratlari ham bor, ha? Ha, mana bitta petna mana unda bor. Qayerda? Mana buni vosita bor. Bunday bor. Mana shu so'rib qo'ygan, ha? Yana joyga qo'yganmiz-da, shuning uchun petna. Ha, xullas spoilerni olingan. Orqa mana shu spoiler deydi-da endi buni. Spoiler olinganda qayta qo'ygan hisobiga kraska hisoblanyapti. Boshqa joyi toza deyapti do'stlar. Yo'q, lak qilingan. Laklanganda xullas bo'ldi. Xo'p, buni narxini qancha aytyapsizlar? 150 kelishyapti. 150 kelishiladi, ha? Nomer aytib yuboring, telefon nomeri 97lik 532 ha? 32 07. 07. Qancha so'radi hozir? 120 savdo berilgan. Naqd pulga? Naqd pulga, ishtirga. Variant imkoniyati bormi? Variantga yo'q. Maysa 100 millionni bersa. Yo'q, 400 ga. Naqd pulga, ha? Naqd pul. Xo'p, qanchalar bo'lsa oxiri biz kanaldan chiqdi, necha pul bo'lsa beraverasiz yurakdan. Endi telefon qilsin gaplashamiz. 125 dan qancha chiqsa berasiz? 5 ming chiqsa berasiz? Ha? Qancha bormi? Qancha bor? Qayerdansiz? Do'stlar, 150 million aytilishi ekan, 125 million bozor savdosi bo'lgan ekan, naqd pulga sotiladigan variant imkoniyati yo'q ekan. Bitta joyida laklangan ekan, petnoga ham o'tmaydi, 4 ta balon yaxshi holatda, 4-pokoleniya gazlari bor, 110 ming yurgan ekan do'stlar. Qiziqsa telefon qilib, to'liq ma'lumotni olsangiz bo'ladi do'stlar. Video registratorlari ham bor. Yo'q, Bitta kanosi bor, monitori bor, chihol polik, metallari qo'yilgan, to'g'rimi? Bo'ldi. bir qo'l mashina. Bir qo'l mashina ekan do'stlar. Buni yili necha, rais? 18 aka. 18 oxir. 18 oxiri 19 Nexia 3 bor ekan do'stlar, oppoq rangda. Bu ham metallari bor ekan. ABS konditsionerlar bor. Kraskasi qanday? Kraska bitta joyida bor, bitta petnosi bor, bitta ozgina kraskasi bor. Ikkita joyida bor, bitta petno, bitta salgina bo'lgan, ha, xullas. Xo'p, balalarni ko'rishingiz mumkin do'stlar. Ko'rsatib olasizlar do'stlarni. Hali ikkinchi sal mana turtirganman salgina respo. Elektronli polik chihollari bor, barlari bor, magnitofonlari bor. Yurgani qancha? 172 ming yurgan ekan do'stlar. Xo'p, endi orqani ko'rib o'ramiz. Metanlari bor ekan. Boshqalari bor. Hop. Necha pul aytilyapti bu? 95 aytilyapti. Bozor so'radimi? So'ragan yo'qmi? Variant kim so'ragan yo'qmi? Naqdga nomer aytib bor. 88lik. Ha? 153 99 11. 88 kodi. Bu bo'ladigan qancha buni? Kelishamiz aka u yoq. So'z aytadi yurakdan. 90 85 lar telefon qilsa bo'ladimi? 85 lar. Gaplashamiz. Gaplashsa bo'ladi. Qayerda mashinasi? Jarqirog'. Xo'p, do'stlar, 85 millionga gaplashsa bo'ladi deb ikkita joyda kraskasi bor ekan. Metallari bor, 175 ming yurgan ekan do'stlar.
2018 oxiri 19 ekan. Qiziqsiz telefon qilinglar 95 million aytilishi ekan. Hali bozor savdo qilmagan ekan. Yana ham telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. Naqd pulga sotiladi ekan. Xo'p do'stlar, 2018-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangda ozgina navolot qilingan Gentra bor ekan. Buni ham 4-pokoleniya gazlari bor. ABS kondisionerlari bor. Kraskasi qanday? Kirloda, oldi kirlo, arqa kirlo. Ikkita joyda, oldi kirlo, arqa kirloda. Qaysi kirlosi? Mana shumi? Nargisimi? O'ng tarafdagi, bo'ldi. Mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Balon o'rtacha. Elektronniy polik chiqollari bor, ballari bor, mexanika, pioner mikrofon qo'yilgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Chiqollari ham yaxshi holatda turibdi. Yurgani qancha? 251. Ha, 251 ming yurgan ekan mana metanlari do'stlar. Mana shumkalari bo'lgan ekan. Xo'p, keyin do'stlar, Amerikan farolari ham qo'yilgan ekan. Mashina narxi qancha aytilyapti? 110 million. Bozor so'radimi buni? 95 million so'radi. 94-95. Berishamiz. 94-95 so'ragan ekan. Nomer aytib telefon nomeri. Nomer ayting, telefon nomeri. 99lik 570 ha 80-43. 80-43. Qanchalar bo'lsa berasiz? Naqd pulga variant imkoniyati bormi? Variant. Variantga ham kamera bo'lsa beramiz. Ha, 50 million puli bo'lsa, gapirsa bo'ladi, ha? Bo'ldi do'stlar, telefon qilasizlar. Naqd pulgacha oxirgi senasi qancha? Kanalda shu qiziqadi-da. Ha? 96 larga beramiz. Shu bermaganingizga berasizmi 95 bo'lsa? Kesin qani gaplashamiz. Endi jazman bo'lib so'ramagandirda 95, to'g'rimi? Bozorda ham so'rab ketadiganlar ko'p-da. 18 da yili. Do'stlar 18, 95 million bermagan narxiga beraman deganda qilyapti. Yana ham telefon qilib bilsanglar bo'ladi. Ikkita joyda petnosi bor ekan. Udar yo'q-a? Garantiya udar yo'q. 4-pokoleniya gazlari bor. Xo'p, 2 kurukdan oshgan ekan. 4 ta bolani o'rtacha holatda ekan. Siz telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi do'stlar. Qayerda mashinasi? O'zimiz shu yerda. Denoma? Shu Toshkentda shu yerda mashinasi ekan do'stlar. Variant imkoniyati bor ekan. 50 million pulinglar bo'lsa, olib chiqsanglar bo'ladi jigarlar. Ha. Chilonzorga shu turgan ekan do'stlar. Bo'ldi. 24 ga 20. Xo'p do'stlar, 24 ga 25 mexanika variantini so'raganlar uchun mana do'stlar sizlarga 24 ga 25. 10 kun oldin chiqqanmi salondan? Benzinda ABS kondisionerlari bo'ladi do'stlar, kraskalari toza endi yangi holatda. Balonlarni qo'yishlar mumkin. Xullas stok holatda. Mashina elektronni chiqol hech narsa qo'yilmagan, 507 kilometr yurgan mana mahsulotlar bor. Salonlari yangi bo'lib turibdi. Yangisini so'raganlar uchun do'stlar. Aka nimada bo'lsa chiqadi. Mirjalol Media deb bo'lsa chiqadi. Kim? Mirjalol Media. Nomer olingan, balonlarni ko'rishlar mumkin do'stlar. Mexanikasini so'raganlar uchun. Bu narxi qancha aytilyapti buni, res? 164 million, ta'minot yo'q, bo'ladi shu. Yo'q, 164 dan o'tilmaydimi? Yo'q, bo'ladi 164 million. Avtomatik o'tilyapti, reslar bir olmish sotilyapti. 68 deb 64 demayapsan, birdan Bo'ladigani mi? 1 million chegirma qilib berasiz bo'lsa bo'ladimi? 63 bo'ladi, to'g'rimi? Nomer ayting, telefon nomeri. 90lik 90lik 245 20 00. 20 nomerlarga telefon qilsanglar, qayerda mashinasi o'zi? Denovdik-a? Telefon qilsanglar bo'lsa 1 million chegirmasi bo'ldi, ya'ni 64 deganda 63 ga bo'lsa berib yuboradigan mexanika varianti. 10 kun oldin salondan chiqqan ekan bo'lsa, 507 kilometr yurgan mashina mexanikasi bo'lsa, Perigo. bo'ldi. Do'stlar 22-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangda 138 million aytilayotgan ekan do'stlar. 4-pokoleniya gazlar bor. Propan gazlar do'stlar, ABS kondisionerlari bor. Kraskasi qanday? Tozami kraska? Petnoymi va? Petnosi ham yo'q. Toza ekan, avtomat diskada. Balonlarni ko'rishlar mumkin sizlar. Yurganini qancha dedingiz? Avtomat 38 aka avtomat. 38 ming yurgan ekan do'stlar. Polik chiqol, bar, mikrofon, hamma yog'i bor. Monitor qo'yilgan ekan. Start stop qo'yilgan. Start stoplar ham qo'yilgan. 909 pul Ularni qo'yilgan. ham ko'rishlar mumkin. 909 pultlari ham bor. Narxini qancha aytdingiz? 148 aka. 148. Bozor so'radimi? So'radi. Qancha? 41 so'radi. 141 so'radi. Nomer aytib yuboring, telefon nomer. 88lik Ha, 335 ha, 43 43 34. 34. Qancha sirtqi tildan naqd pul 45 beradigan? biz beramiz aka. 45. Yana o'tib bering, Yo'q, bizga. yo'q. Kanaldan so'rasa bo'ladimi? Avaqim gaplashamiz telefon. Kelishasiz, variant kim berasizmi? Qancha agar Bir 100 million puli bo'lsa berib yuborasiz. ha so'ramiz. Bo'ldi. Ko'ramiz. Avans
Xo'p do'stlar, hamma narsani iloji bor. Hozirgi paytda naqd pul bo'ladigan bo'lsa, vaqtman iloji bor. 100 million pullar bo'ladigan bo'lsa, variantni gaplashsa bo'ladigan. 148 million so'm aytilayotgan ekan, 45 beraman dedi. Ya'ni o'tib beradi do'stlar. 33 ming probi yurgan ekan, 4-pokoleniya propani ustanov qilingan, kraskalar top-toza ekan. Xo'p, balonlarni yaxshi holatda ekan. Start stoplari ham qo'yilgan ekan do'stlar. Qiziqsa telefon qilib bog'lanib olsanglar bo'ladi ekanlar. Qaysi boshisiz aka? Yili necha so'radi? 25 aka. 25 0 probega. 0 probeg. Bu avtomatmi? Avtomat. Do'stlar, yangisini so'raganlar uchun avtomat. Do'stlar, bu mexanikani ko'rsatgan, endi avtomatini ko'rsatib boramiz. 25 qancha bo'ldi chiqqani aka? Juma kuni chiqdi. 2 kun bo'ldi. 2 kun oldin chiqqan ekan do'stlar mana. Onlarim o'ziniki, radnoy. Xo'p, elektron polik chiqonlar hech narsasi yo'q, xullas avtomat. Mana 39 kilometr yurgan ekan do'stlar hali. 50 ham yurmabdi, 2 kilometr. Hech qancha yurmagan. Xullas parkovka qilib qo'yilgan bo'ldi, men shu yerga. Mana do'stlar. Mashinani padronni orqasidan ko'rinishi avtomat korobka 25 so'raganlar uchun. Xo'p, narxini qancha aytasiz aka? 167 debdi. 167? Bozor so'radimi? So'radi. Qancha? 62 so'rayapti, narsalar so'rayapti, bermaydi. Narsaga? Biri 2 oyda uzoq. Nomer aytib oling, telefon nomeri? 95lik 95lik 771 ha 4404. 4404. Olmishga naqd so'rasa berib Yo'q, yuborasizmi? berilmaydi. Nimaga aka? Tepasiga. Berilmadi, 62ga. Berilmadi, ha? Bo'ldi. Mirzo olmaydi aka. Mirzo olmaydi. Variantga imkoniyati yo'qmi? Bor. Bor, ha? Bo'ldi do'stlar, variantga imkoniyati bor ekan. Telefon qilsanglar, gaplashsanglar bo'ladi. 162 ga savdo bo'pti, berilmagan ekan, 2 oyga variantga do'stlar. Do'stlar, qorasi, buni qorasi, diskasi qorasi, rangi qorasini xullas hamma navorat qilingan, ha? Navoratlar qilingani, tayyor, metan qo'yilgani. Kerak bo'lsa, xudo xolasa mana sizlarga obzorni ko'ramiz. Balonlar taqilganmi deyman? Yumshoq balon taqilgan, 4-pokoleniya gazlar bor, ABS konditsioner bor do'stlar. Xo'p, 7000 kilometr yurgan ekan, mana yumshoq balonlar taqilgan ekan, diskalari o'ziniki, o'zingizlar bilasizlar. Qarang. Xo'p, polik chiqonlar bor, avtomat do'stlar, maysonlar bor ekan, 7959 kilometr yurgan ekan do'stlar. Mana ko'rsatmalar. Zo'rmisiz aka? Bu narxini qancha aytyapsiz? 170 dedingizmi? Bozor so'radimi? Bozor so'radimi? 66. Nomer aytib yuboringmi buni? 94lik 99 xo'p 075 27 77 variant kim bormi aka? Yo'q, variant. Naqdga qayerda mashinasi? Sherobod. Bo'ldi do'stlar, naqd pul bo'ladigan bo'lsa gaplashsa bo'ladi. Xullas hamma navorat qilingan ekan. Chiqol polik deysilarmi, balon deysilarmi, 4-pokoleniya gaz hamma qilingan ekan do'stlar. Mana qiziqqanlar bor edi. Qorasini tushir deganlar mana sizlarga do'stlar. 166 million so'm savdosi berilmagan ekan. 68 bo'lsa beraman deyapti. Naqd pulga sotiladi ekan do'stlar. Xo'p do'stlar, 13-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangda Cobalt bor ekan. Xo'p, hozir narx-navosini so'raymiz. Necha pulga bermadingiz aka? 80 millionga berdim. 80 millionga bermadingiz. Kraskasi qanday buni o'zi? Udor yo'qmi? Udor yo'q. Metanlar bor, ha? ABS konditsioner bor. ABS konditsioner ABS bor. ABS konditsioner ABS bor ekan lekin do'stlar. Balonlarni ko'rishingiz mumkin, balonlar yaxshi. Balon qo'yilgan. Bu detalga o'tmaganmi? Prosta variant ekan do'stlar. Xo'p, polik, chiqol, bar, mikrofon bor ekan. 305 kilometr yurgan ekan mana masalonlarni ko'rishingiz mumkin. 85 millionga berilmagan mashina ekan deganlar. Buni o'z narxini qancha aytasiz aytilish aka? Aytilishi 90 million. 90 million. Variant kim berasizmi? Shunda aniqlab qolsa bir oylarga beramiz. Yetmay qolsa hozirroq, ha? Nomer aytib yuboring, telefon nomeri? 91lik 575 ha 8801. 8801. 90 million aytilishi ekan do'stlar, 85 millionga berilmagan ekan. Hozirroq yetmay qoladigan bo'lsa. 80 million, ha? 80 millionga berilmagan ekan do'stlar. Telefon qilib necha bo'lsa berasiz aka? Kanaldan biladigan bo'lib chiqsin. 85 millionga beramiz. Yana o'tmaysizmi 1 million? Kelaversiz 1 million 2 million. Bo'ldi. Siz aytib kelsa beraveramiz. Biz kanalda aytib kelsanglar do'stlar, 85 dedi, yana ham 2 million so'm bo'lsa o'tib beraman deyapti do'stlar. Telefon qilinglar, bog'laninglar.